This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum hörmətli radio dinləyicilər. Erkin Asya Radyosu'nun anlatıcısı. Amerika paytaxtı Washington'dan anlatıvatımız. Anlatqanlar anlatışımızın 2. oktyabr çarşamba günlük proqramımız. Ben bugünkü proqram riyasətçisi Erkin'in mikrofonu aldım. Qadirli radio dinləyicilər, bugünkü anlatışımızı diqqətinizə tövəndikdə orunlaşdırdık. Bunun da aldı bilen xəbərlər səhifəmizdə diqqətinizdə болады. Ondan vaqe və mülahiza səhifəmiz boyunca anlatış berimiz. Xəbərlər səhifəmizdə dünya vəziyyəti və Uyğurlarga münasibətlik ən yeni uçurlarda məlumat berimiz. Vaqe və mülahiza səhifəmizdə təfsili xəbər, xəbər analizi, söhbət, məxsus proqramlar diqqətinizdə болады. Qadirli radio dinləyicilər, yuqorida bugünkü 1 saatlıq proqramımızın qısqaça məzmunlarına vaqif bolduq. Tövəndə diqqətinizlər təfsili məzmunlarında bolsun. Bunun da aldı bilən xəbərlər səhifəmizdə diqqətinizdə болады. Xəbərlərni iradə təyirlər. Yaponiyaning yangi tashqi ishlar vaziri Takeshi Iwaya 2 oktyabr kuni o'tkazgan tunji muxbirlarning kutiblish yig'inida Yaponiyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlari haqida to'xtalib o'tgan. Janubiy Xitoy atigalik pochtasi gazetining xabariga qaraganda, Takeshi Iwaya Yaponiya bilan Xitoyning navbatda kun sayin keskinlashayotgan munosabat haqida to'xtalib, biz Xitoyning mas'uliyatchanlik bilan harakat qilishni umid qilamiz degan. U so'zda yana mundaq degan: Biz Sharqiy Asiyo rayonining hozirgi holatini o'z maylicha va bir taraflama holda o'zgartirishga doir harakatlar bo'layotganligini ko'ryapmiz. Shunga biz bundaq urinishlarni qat'iy to'saydigan sistema barpo qilishimiz kerak. Yaqin yillardan buyon Xitoyning Yaponiya bilan datalashdagi Senkaku orolini cho'rdigan rayonlarda harbiy mavjudligini kuchaytirishi, Yaponiyaning buningga javoban Amerika va uning ittifoqdoshlari bilan bo'lgan bexatarlik aloqasini kuchaytirishdek sabablar ikki davlat orasidagi munosabatning jiddiylashishini keltirib chiqargan edi. Yangi tashqi ishlar vaziri so'zida Yaponiya bilan Xitoy o'rtasida nurg'un gavdalik masalalar va xirislar borligini, ammo shuning bilan bir vaqtda bu masalalarni yeshirgan fursatlarning borligini bildirgan. U buning uchun o'zining Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ochiq-oshkora almashtirish va suhbatlashirish uchun baldiroq ko'rishni umid qilganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiya parlamenti saylamda tutib chiqqan Yaponiya yangi bosh vaziri Shigeru Ishibaning vazifasini tasdiqlagan. Bosh vazir Ishiba Takeshi Iwayani o'zining tashqi ishlar vaziri qilib tayinlagan ekan. Amerika Dövlət Məclisinin bir qism əzaları Amerika hökumətindən Xitay diplomatlari və casuslarining Amerikada elib bağlan təsir göstəriş və casusluq fəaliyyətlərinin ko'lami haqida o'zlariga to'liq ma'lumot berishini talab qilgan. Xabarlar haftaligi jurnalining maxsus xabarida ma'lum bo'lishicha, oldingi hafta Avam palata a'zosi Daril Ayso boshchiligidagi 13 nafar majlis a'zosi Amerika bosh taftishi Merrick Garland, Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray va tashqi ishlar ministri Antony Blinkenga maktub yo'llagan. Ular maktubda Amerika hukumatining Amerikaning asosli raqibi bo'lgan Xitoyning sistemalik ta'sir ko'rsatish harakatiga yetarli javob qaytarmayotganligini, Xitoyning Amerikadagi ta'sir ko'rsatish va jasuslik faoliyatlariga doir voqealarning to'xtamay takrorlanayotganligini aytgan. Janubiy Xitoy shahri pochtasi gazetining bu vaqtdagi xabarida deyilishicha, yuqoridagi majlis a'zolari maktubida buningga nuqtaliq ikki misolni ko'rsatgan. Uning biri yaqinda Nyu-York shtatining shtat boshlig'i Kathy Hochulning qo'l ostida muavin ishxona boshlig'i bo'lib ishlagan Linda Sunning jasuslik gumoni bilan ayblanish voqeasi ekan. Linda Sun Xitoy elchixonasi va uning xodimlari bilan yaqindan hamkorlashib, Xitoy hukumatining vakolatchisi sifatida xizmat qilish bilan ayblanmoqda.
Yana biri bo'lsa, Xitoy davlat raisi Shi Jinping o'tgan yili Osiyo tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotining boshliqlar yig'iniga qatnashish uchun Amerikaning San-Fransisko shahriga kelganda, u yerdagi Xitoy qo'llovchilarining Amerikadagi demokratiya faoliyatchilariga hujum qilishgan. Davlat majlisi a'zolari Xitoy Markaziy birlik sapölimining Amerikadagi qo'llarining xohlagancha harakat qilayotganligini bildirgan. Ular Amerika hukumatining yuqorida ism atalgan amaldorlarga yo'llagan maktubida Amerika hukumatining bu voqealarga doir qanday tadbirlar qo'llanganligi, bunday voqealarning qaytalanmasligiga qanday kafolatlik qildiganligi haqida o'zlariga tafsili ma'lumot berishini talab qilgan. Xabar haftaligi to'rining xabaridan qaraganda, Rossiya bilan Xitoy Shimoliy Tinch okeanda birlashma harbiy charlashni boshlagandan keyin Amerika Alyaska va uning atrofidagi chegara mudofaa xizmatlarini kuchaytgan. Amerika Shimoliy qo'mondonlik shtabining bayonotchisi xabar haftaligi qilgan so'zda Amerikaning USS Kidd va USS Stuart nomli urush paraxodlarining dengiz okean mudofaa vazifasini qo'llash uchun rayonga o'rnashtirilganligini bildirgan. Shimoliy qo'mondonlik shtabi Alyaska atrofidagi havo va dengizni o'z ichiga olgan Amerika davlat mudofaasiga mas'ul qism ekan. Xitoy va Rossiya urush paraxodlari yaqinda bir vaqtda bir yurish manevrlarini boshlagan bo'lib, bu manevrlar Yapon dengizi va Tinch okeanining g'arbiy shimolidagi Oxotsk dengizida o'tkazilgan edi. Manevr oxirlashgandan keyin Xitoy va Rossiya urush paraxodlari birlikda 5-qatimliq birlashma dengiz charlash vazifasini boshlagan bo'lib, Rossiya Davlat Mudofaa Ministrligi 1-oktyabr kunidagi xabarda Xitoydan 4, Rossiyadan 2 bo'lib, jami 6 urush paraxodining Bosul bo'g'ozidan o'tib, g'arbiy shimol Tinch okeanga kirganligini e'lon qilgan. Xitoy bilan Rossiyaning munosabati Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchilik urushidan keyin qattiq kuchaygan edi. Fransiya agentligining xabaridan qaraganda, Xitoy davlat raisi Shi Jinping 2-oktyabr kuni Rossiya-Xitoy diplomatik munosabat o'rnatganligining 75 yilligini tabriklab, Rossiya prezidenti Putinga aytgan so'zda o'zining ikki davlat munosabatidagi har taraflama hamkorlikni uzluksiz kengaytirishga tayyor ekanligini bildirgan. Xitoy hukumat taratqullari bu vaqtdagi xabarda Shi Jinpingning Putinga mangulik yaxshi qo'shna, atrofliq strategik moslashish va o'zaro manfaat yetkazish hamkorligi deganlarni tilga olganligini bildirgan. Shi Jinping yana ikki tarafning o'zaro siyosiy ishonchi davomli cho'nqurlashdi, amaliy hamkorlashib, ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirdi degan. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya-Xitoy dengiz kuchlari Shimoliy Muz okean rayoniga kirib, birlikda charlashib borgan. Germaniya doiralari 1-oktyabr seshanba kuni bir nafar Xitoy ayolni josuslik gumoni bilan qo'lga olgan. Politico gazetining xabaridan qaraganda 38 yoshli Xitoy fuqarosi Yachi Germaniya va Amerika qatorli g'arb davlatlarining harbiy ashyo va aborti to'g'risidagi sajguru uchurlarini to'plagan ekan. Yachi Germaniyaning sharqidagi Leipzig hali aydurmidagi bir ashyo abort shirkatida ishlagan bo'lib, u 2023 yil 8 oydan 2024 yil 2 oygacha bo'lgan oralikda Leipzigdan o'tadigan aeroplan, yuk va yo'lovchilar haqidagi uchurlarni to'plab, Germaniyadagi yana bir Xitoy jasus komandori Janga yetkazib bergan. Jan bu yil 4 oyda Xitoy jasuslik organining xodimi bo'lish gumoni bilan qo'lga olingan. Germaniya taftish mahkamasining bayonotida deyilishicha, yuqoridagi gumondorlar asosli harbiy mudofaa aslahalarining to'shilishi va Germaniya mudofaa shirkatidagi aloqador kishilarning uchurlarini ilishga tirishgan bo'lib, bu gumondorlar Xitoy istixborot organining odamlari bo'lish ehtimolligi intayin yuqori ekan. Xabarda aytilishicha, bu yil 4-oyda qo'lga olingan Jan Germaniya parlamentidagi radikal o'ngchi partiya bo'lgan Germaniya uchun yangi tanlash partiyasining a'zosi Maximilian Krachning ishxonasida yordamchi bo'lib ishlagan. Maximilian Krach Janni 2019-yili Yevropa parlamentidagi yordamchisi qilib ishga olgan bo'lib, u shuningdan buyon Yevropa parlamentidagi uchurlarni Xitoy istixborot doiralariga yetkazib kelgan. Bu yil Germaniya taftish doiralari tomonidan Xitoy istixborotiga chetishlik degan gumon bilan bir taraf qilingan 5-voqea bo'lib hisoblanadi ekan. Qadrli radio tinglovchilar,
Amerika poytaxti Washingtondan altyapmiz. Erkin Asiya radiosunun anlavatçısılar. Anlavatqanlar anlatışımızın 2 oktyabr çarşamba günlük programmasi. Yuqorida xabarlar anladinglar. Tövəndə vaqe və mülahiza səhifəmiz diqqətinizdə болады. Qadirlik radio anlıqçılar bugünkü vaqe və mülahiza səhifəmizni diqqətinizdə qo'llashtirdik. Bunun da öz muxbirlərimiz və hər qaysı əllərdəki ixtiyari muxbirlərimiz tayyorlagan. Uyg'urlarning siyosiy, iqtisod, madaniyat, ijtimoiy va iqlim masalalariga munosabatlik tafsiliy xabar analizi, suhbat, maxsus programmalar diqqatingizda bo'ladi. Qadrli radio anlıqçılar, yuqorida vaqa va mulohiza sahifamizning qisqacha mazmunlaridan vaqif oldinglar. Tövəndə diqqatinglar tafsiliy mazmunlarda bo'lsin. Yaqinqi bir ijtimoiy taratquv xabarida Mahmud Qashqariyning Qashqardagi maqbarasining taqovatlanganligi haqida uchurlar tarqalgan edi. Muxbirimizning Qashqardagi aloqador o'rinlarga qarata telefon ziyoratlari davomida mazkur maqbaraning taqovatlanganligi dalillandi. Doirlar maqbaraning taqilishining vaqtli ekanligini ilgari sursimi, ammo nima sababdan taqalganligi va qachon qayta ochilganligi haqida javob berilmadi. Tövəndə muxbirimiz Şöhrət Toşur'un bu vaxt tayyorlagan programmasi diqqətinizdə bo'ladi. Urug'ga faoliyat berayotgan Uyg'ur Yer fondining yetakchisi Abduvali Ayub oldingi yil aloqador kanallari orqali Mahmud Qashqariy maqbarasining taqalganligi haqida bir uchur olgan va bu uchurni arxivlashtirib aloqador xalqaro organlarga taqdim qilgan. Ammo uchurning manbasi rasmiy axborot organi bo'lmag'achqa aloqador organlarning diqqat va ishonchiga erishilmagan. Yaqinda Do'yinda chiqqan bir xabarda Mahmud Qashqariy maqbarasining taqaq ekanligi naq maydon sin xotirasi orqali ko'rsatilgan. Ammo xabarda maqbaraning taqalganligi to'g'riliq rasmiy organlarning bayon yoki uqtirishlariga o'rin berilmagan. Qashqarda telefon ziyoratlarimiz davomida Mahmud Qashqariy maqbarasining ochiq yoki taqaq ekanligi haqida aloqador xodimlar ba'zida ziddiyatlik, ba'zida mujmal, ba'zi sirliq javoblarni berdi. Qashqar viloyatlik ommaviy uchur aloqa markazi xodimi bu vaqtdagi savolimizga javob berolmadi. U bu vaqtda To'qqizaq noyalik sayohat idorasi bilan aloqa qilishimizni tavsiya qildi. To'qqizaq noyalik sayohat idorasi xodimi bo'lsa, dastlabda bu maqbaraning ochiq ekanligi va kishilarning holiga vaqt berib ziyorat qila oladiganligini tilga oldi. Bu Mahmud Qashqariyning qabri shuni ko'gini bo'ladimi, bo'lmamdi, ko'rishga bo'ladimi, bo'lmamdi? Hozir ochiqmi, taqaqmi? Ochiq farzand. Holiga odam holiga vaqt berib ko'ra oladi, shundaqmi? Ha. Biz buningga yaqinda Do'yinda tarqalgan bir xabarda mazkur maqbaraning darvozasining taqaq holat ko'rilganligini eskartganimizdan keyin bu maqbaraning qurilishining remont qilinish bosqichida ekanligini, bu vaqtli taqalganligini ilgari surdi. Hozir ammo bu nima dema to'g'ri qarasak, bir xabarda bu hozir taqaq ishi kirgan olmaydi deb Do'yinda shunday bir xabarni ko'rdik-ku. Sizma nima qilgan shamu iltimos qilib yangilaydigan bo'lsa, ko'ngil vaqt o'tirib ketgan. Ha, undaqda hozir vaqtli taqaq bo'lamdi undaqda. Ha. Undaqda qancha ochiq bo'ldi? Ichilganga bir qanchalik vaqt ketadi? Ya'ni 1 oy, 2 oymi yo 5-6 oymi? Hozir shamu shundoq bo'lib vaqtini 1 oy ketadi. Ha, hozir bir nima degan olmaydi u. Hozir bu taqib turayotgan qanchalik vaqt bo'ldi mana shu shamu sabab bilan 1-2 oy bo'ldimi, 1 yil bo'lib qoldimi? Boshdan sizga doklad berish ma'muriyati. Biz bu ziddiyatli javobni oydinlashtirish uchun Qashqar viloyat uchur aloqa markaziga qaytadan telefon qildik. Aloqador xodim buni viloyatlik soqchi idorasining madaniyat sayohat ishlariga mas'ul xodim bilan aloqa qilishimizni tavsiya qildi. Mas'ul soqchi xodim bo'lsa, mazkur maqbaraning taqaq ekanligini dalilladi. Mahmud Qashqariyning qabrisini ba'zi ko'ra olamda, ko'ramanmdi. Hozirda ochiq emas, o'zgartirdi-da. O'zgartirdi. Bu qurilishni ham burunqidan texnik güzelleştirilmoqchimi yoki xatar ahvolda qilib bu qurilishni bexatarlik sababidan o'shlayotgan gap? Bexatarlik sababini hozirda butun ijro qilmoqda. Gerçi bu xodimmi maqbara qurilishini yangilashning planlanganligini ta'kidlagan bo'lsa-mu, bu planning qachon ijro qilinganligi, kerakli xarajatning tasdiqlanmaganligi haqida ma'lumot berolmadi. Ammo pul tasdiqlanib bo'lganligi aniqmi? Unda shuni remont qilgan o'xshaydi. Ya turmushini men uqmaydiganman. Turmush
düşünemem o ina tutmayı kime. Bunun tefsilatına nalik hayatlarda sıra bakmamız buldu. Doğrusu siz bilişiniz gerek bu. Sizler Turu ulbul işine turnike işine güvete nalik dardım kıldı. Naydın kıldı. Turnike. Bu hatta yeni kuruluşun kaçan piştirganlığı ve makbarının ziyaretçi kaça içitildiğinlik hakkında tahmini bir cevap mı veremedi. Ondaqda köygeni bolgan bir kuruluş kaçan pişti. Kaçalar köygeni bolar. Bir kişi ketamdı. Bu xadimiyana sırlı qalda makbarının yığılış planının bir qancha turlik sebep bağlıqını tilg'agan bolsa-mu, bu sebeplerden birisini izohlab beremedi. Onda bo'lishi hamda köygüçiler az bo'lganligi uchun yoki boshqa sababdimi yoki shu qurilishning nacharlashganligi sababidimi? Her kıl sebepler var. Hamda ondaqda mana nimaga 2017dan keyingi asabiylik qarshi harakatlarninki davom sifatida bo'layotgan ishmi ondaqda milliy bo'lgan. Bunun milliy bo'lganchilik ixtiroat qilib voqealarga sabab bo'ldi degan qarash bilan bu to'xtab qo'yildi deydi aka. Bundan geçtiğimiz sorduğum bunlar geçti. Davali yerde bu doğruluk sormak zorunda diyorsa resmi hükümet arkalık resmi ücret yollap geçseniz şunun kartta endeki cevap verirdi. Resmi ücret şekilde yollusunuz şunun kartta endeki resmi ücret şekilde cevap verirdi. Abdüveli Aytning bayon qilishicha, Qashqar shaharlik davlat amonlik saqchilari maqbara taqilishdan avval maqbaraning xotira saroy qismidagi barliq kitob materiallarini to'plab ilib ketgan. O Mahmud Qashqarining o Türk Dili Divanining 3 qism kitobni yig'ib etibdi ekan butun. Ash nimada Türk Dili Divanininki Mahmud Qashqarininki maqbarasida nim botdi. Kitobning hamma tildik nusxalari botdi. Shuldan tortib yig'ib etibdi ekan. Hatta onun bir qism qo'l yozma yu kitoblavatının bir qismida da hadiya qilgan ayni vaqt bizning uydan biz o'qiyanmay nim qilgan ekan. Uni hadiya qilib etgan shunda tortib etibdi ekan. Uni emas Mehray deb bergandi. Mehray 2017-yili 4-oyda beribdi ekan nimaga. Vatanga berib shu chaqda shu akamushtag'i nimani Mahmud Qashqarning ash nimasini kitobini yig'ib etdi degan oldi bilan. Oldin kitobini yig'ib Türk Dili Divanini taqabdi ishkini. Yuqorida Mahmud Qashqari maqbarasining taqib etilganligi haqida anglitishib berdik. Amerikaning Biden hukumati 30-sentabr dushanba kuni Tayvanni jami 570 million Amerika dollari qiymatidagi harbiy qurollar bilan ta'minlashga munosabatlik yordam planini e'lon qilgan. Bu harakat Washingtonning 1979-yilda bekitilgan Tayvan munosabati qonunida ching turadiganligini yana bir qatim namoyon qilish bilan birga rayondagi xavfsizlik raqobatining kun sayin kuchayotganligini ko'rsatib bermoqda. Bu vaqtdagi tafsiliy ma'lumotlarni muxbirimiz Irodadan anglaysizlar. Amerika Biden hukumati 30-sentabr dushanba kuni Tayvanni 570 million Amerika dollari qiymatidagi harbiy yordam bilan ta'minlaydigan planini e'lon qilgan. Tayvanning harbiy iqtidorini oshirishni maqsad qilgan bu yurishlik yordam plani harbiy ta'lim-tarbiya, tanki hujumidan mudofialanish qurollari, havo mudofaa sistemasi va uchquchisiz aeroplan qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Niki Asiya gezitining xabar qilishicha, Amerika prezidenti Joe Biden Amerika tashqi ishlar ministrligiga bergan yo'l yo'riqida davlat mudofaa ministrligini Tayvanni mudofaa buyumlari va mulozimati va harbiy ta'lim-tarbiya xizmatlari uchun 567 million dollar ajratishga buyurgan. Bu buyruq Amerikaning o'z qurol zapasini Tayvanga bevosita avatadiganligidan derak beradigan bo'lib, Amerika bu harakatni Ukrainaning Rossiyaning tajovuzga qarshi urushini qo'llash uchunmi qo'llanib kelgan. Amerikadagi Rand tadqiqot markazining Osiyo ishlari tadqiqotchisi Dr. Raymond Ko'ning deyishicha, bu Tayvanning Xitoyning tahdidiga qarshi mudofaa strategiyasini yo'lga qo'yishda intayin muhim ekan. The United States is the provider for that defense, for a lot of the defense articles it needs, and three, that, Amerika o'z qonunlariga asosan Tayvanning mudofaa ixtiyorini oshirish uchun harbiy yordamni ma'qullagan. Albatta, bu Xitoyning qattiq norozi qismi hozirgi vaziyatda Tayvanning o'zini qo'llash ishlarini oshirish Amerika uchun bekrak muhim o'rinda turdi.
Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Tayvanga qaratgan tahdidini kuchaytirayotgan va Janubiy dengizdagi harbiy ig'vogarchiligini jiddiylashtirilayotgan bir sharoitda Amerikaning bu harakati uning Tayvanni qo'g'dash va'dasiga amal qilganligini ko'rsatib beradi ekan. Amerikadagi Xitoy ishlar tadqiqotchisi doktor Andrew Skorning deyishicha, Amerikaning Tayvanga bu qitim ma'qullagan harbiy yordami Xitoy tahdidining jiddiyligini ko'rsatib beradi ekan. U bizga ilxat orqali qilgan so'zda mundaq degan: Amerikaning bu qatamliq harbiy yordamni nihoyatda tez suratda tasdiqlashi Xitoydan kelayotgan tahdidning jiddiyligini ko'rsatib berdi. U shundoqla Xitoyning Tayvan uchun ba'zi alohida tipdagi qurol-yarog' sistemasini ko'paytirayotganligini ko'rsatib berishi mumkin. Shunga Tayvan Xitoyning bu qurollarining hujumiga qarshi turish iqtidorini oshirishi kerak. Xitoy Janubiy dengizdagi harbiy faoliyatlarini uzluksiz kengaytirayotgan bo'lib, u o'tgan hafta oxirida talash tortishdagi Karboro qirg'iqiga yaqin joyda harbiy manevr o'tkazgan. Bu manevr yaqinda Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Nyu-Yorkda chaqirilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashining yig'inida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishib, uningga Xitoyning Janubiy dengizdagi xatarlik va muqimsizlik keltirib chiqarayotgan harakatlari haqidagi andishalarini o'tirg'a qo'ygandan keyin yuz bergan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken 27 sentabr juma kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan o'tkazgan suhbatida yana Xitoyning Rossiyaning mudofaa sanoat bazasini qo'llab-quvvatlayotganligini tilga olgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Blinken shu kuni muxbirlarga qilgan so'zda Rossiya import qilayotgan qurol-yarog'larning taxminan 70%, mikroelektron mahsulotlarining 90% Xitoydan kelgan degan. Va bu Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchilik urushini davomlashtirish uchun keraklik boshqarilgan bomba, raketa, brovnik va o'q-dori ishlab chiqarishni amalga oshirishiga yordam beradi degan. Antony Blinken Beijing bir tarafdan tinchlikni xohlaydiganligini, to'qinishning oxirlashishini xohlaydiganligini deydi-yu, ammo yana bir tarafdan o'z shirkatlarining Putinning tajovuzchiligini davomlashtirishiga yordam beradigan harakatlarni qilishiga yo'l qo'ydi deb ko'rsatgan. Doktor Raymond Koning deyishicha, Rossiyaning NATO davlatlariga bo'lgan tahdidi jiddiy bo'lsa-mu, biroq Amerika uchun eng murakkab xavf yana Xitoy ekan. Russia, obviously, the threat is pretty immediate. They are obviously engaged in a war with Ukraine right now. Has always had the danger of spilling over into NATO countries, with whom the U.S. has an alliance obligation. Rossiyaning tahdidi haqiqatan jiddiy. U Ukrainaga tajovuzchilik urush qo'zg'adi. Bu urush o'tining NATO davlatlariga chajrash ehtimolligi har vaqt mavjud. Amerikaning ularni qo'g'dash majburiyati bor. Biroq bu yerda qiyin bo'lgani Xitoy. Xitoy Amerika uchun yanada uzun muddatli raqobat bo'lib hisoblanadi. U Rossiya va Ironga solishtirganda to'liq murakkab va to'liq zo'r ko'lamli tahdid. Shunga bu tahdidning oldini olish uchun hozirdan boshlab tayyorlanish kerak. The countries that you just mentioned is also the most complex, largest challenge of those countries. And so you have to get started now in responding to this challenge. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken 1-oktyabr kuni Amerikadagi Tashqi ishlar nomli jurnalda Amerikaning yanglish strategiyasi, yangi dunyodagi rahbarlik o'rnini qayta tiklash mavzuliq maxsus maqola e'lon qilgan. U bu maqolasida Xitoy tahdidi haqida to'xtalgan. U Xitoy dunyo tartibini o'zgartirish niyati ham iqtidori bo'lgan birdan-bir davlat deb tasvirlagan. Tashqi ishlar ministri Antony Blinken maqolasida yana xalqaro yangi davrni belgilash uchun keskin raqobat olib berilmoqda. Osandagi davlatlar bo'libmi Rossiya, Iron, Shimoliy Koreya, shundaqla Xitoy o'zaro hamkorlashib, xalqaro tuzumning asosiy prinsiplarini o'zgartirishni qaror qildi. Bu mustabid davlatlar mustabid hukmronligini mustahkamlab, chet ellarda ta'sir doirasini kengaytirishga, zemin mojarolarini majburlash yoki zo'rlash orqali hal qilishga, hammadan muhimi Amerikaning qudratining asosi bo'lgan harbiy va texnik afzalligi, pul birligidagi hukmronligi va tangdoshsiz sheriklik va hamkorlik to'rini bechit qilishga urinmoqda deb yozgan. Doktor Underscore so'zida yuqoridagi mustabid davlatlarning hamkorligi paydo qilayotgan tahdidning intayin keskin va jiddiyligini bildirdi. U elxitida mundaq degan: Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti Yaponiya, Koreya, Tayvan va Avstraliyani darhol bu tashkilotga a'zo sifatida qabul qilishi va bu davlatlarning hammasining mustaqil holda yadro tahdidiga qarshi turish iqtidorini taraqqiy qildirishiga yordam berish kerak.
Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Amerika va uning ittifoqdosh davlatlari yuqorida ismi atalgan davlatlarning o'zaro hamkorligini kuchaytirishga alohida diqqat qilayotgan bo'lib, ularning bu navbat BDT'da bo'lgan uchrashuvlardagi muhim temalarning biri dal bu o'rtoqlik va u keltirib chiqaradigan oqibatga taqobil turish haqida bo'lgan ekan. Bu programmani irada tayyorladi. Amerika Uyg'urlari 1 oktyabr kuni Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilganligining 75 yiliga xotirasida Washington shahridagi Xitoy elchixonasi oldiga to'planib, norozilik namoyishi o'tkazdi. Xitoy Kompartiyasiga va Xitoy hukumatiga qarshi shiorlar, shundaqla Uyg'urlarga erkinlik va mustaqillik talab qilish cho'qonlari elchixona oldidagi maydonda uzungacha yangradi. Tövəndə muxbirimiz Aziz bilan Shahrizodning bu vaqtdagi tafsiliy ma'lumoti diqqatingizga olib oladi. Muhaciratga Uyg'urlar har yili g'azab va qayg'u ichida xotirlaydigan kunlarning biri 1 oktyabr bo'lib, bu yil Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilganligining 75 yili xotirasi o'z navbatida Uyg'urlarning o'z erkinligi va mustaqilligidan ayrilib qolganligining 75 yilligi deb qaraldi. Shu sababdan Amerika Uyg'ur birlashmasi tashkillagan 1 oktyabr norozilik namoyishi to'xtamay yig'ayotgan yomg'irga qaramasdan o'z vaqtida Washington shahridagi Xitoy elchixonasi oldida boshlandi. Uyg'ur qirg'inchilikni to'xtat. Qotil Xitoy. Sharqiy Turkistondan yo'qol. Sharqiy Turkistonga o'rlik degandek shiorlar elchixona oldida to'xtamasdan yangrash bilan birga Uyg'urlarning qalbidagi g'azab va qisos cho'qonlarini jonliq namoyon qilmoqda edi. Yalpinib turgan ayutuzliq Sharqiy Turkiston bayrog'iga masalda namoyishchilarning qo'llaridan o'rin olgan plakatlar, shuningdek ularga yozilgan Uyg'urlarni qul qilishni to'xtat. Xi Jinping Uyg'ur qirg'inchiligidan insof bersin degandek jumlalar bo'lsa, namoyishdagi maqsadlarni tevizsizla ifodalaydi. Yeşi allaqachon 80 ga qarab mengayotgan Rabiya Qodir xonimning kasalligiga qaramasdan namoyishchilar sepidan o'rin elishi o'z navbatida Uyg'urlarning kurash irodasini sunmaydiganligini ko'rsatmoqda edi. Rabiya Qodir xonim namoyishchilar to'lg'an shiorlardan keyin so'zga chiqib, Uyg'urlarning navbatdagi ahvolini o'zining hayot kechmishlariga birlashtirgan holda qisqacha bayon qildi. Yani biz aldandık. Vay biridir sizlarga deb aldab eklib, sizlarga egilik huquq deb rahbarlarimiz ochiqib boshlab 250 ming odamni o'ldirdi. Xitoy hukumati ayni vaqtda tinchlik bilan ozod qilish nomida Uyg'ur elini qurolli ishg'ol qilgandan keyin Uyg'urlarga avtonomiya berdiganligi haqida va'da bergan. Ammo 75 yillik tarix bu va'daning butunlay soxtaparastlik ekanligini to'liq isbotlagan. Texmo muhimi navbatdagi qirg'inchilik mohiyatda Xitoyning shu vaqtlarda boshlab bo'lgan Uyg'urlarni yo'qotish harakatining eng yuksak pallasi bo'lib qolgan. Rabiya xonim mushu ahvollarni so'zlab kelib, Xitoyning ayni vaqtda Uyg'urlarning boylarini, o'limalarni va ziyolilarni 10 minglab o'ldirishni boshlaganligini, buningdan boylarni va ziyolilarni yo'qotish nishonining hozirmi davom qilayotganligini, Xitoyning har qitimqi Uyg'urlarni bostirish to'lqinidan keyin qisqagina bir qitimliq yumshatish davrini barliqqa keltirib, Uyg'urlarni qo'llayotganligini, ammo Xitoyning qanchalik bostirishi va qirg'in qilishidan qat'iy nazar Uyg'urlardagi Xitoyga bo'lgan qarshilikning zodila to'xtab qolmaganligini alohida eskartdi. Biz mushunda oldinib hozirgacha o'lib keldik. Yana bizning botir Uyg'urlarimiz minglab, millionlab o'lgan Uyg'ur yana oshning ichidan chiqib, yana osh vatanning ichida, yana tashkilot qurib, yana vatanni ozod qilish, vatanni mustaqil qilish uchun o'zining jinini, oilasini, bolalarini tavakkilchilyapti. Biz ham shuning ichida bor. Bizning Uyg'urlar qirilib to'xtamadi. Xitoy o'ltirib to'xtamadi, lekin Uyg'ur beşini bir qitim yerga cho'kirdi. Xitoy elchixonasi oldidagi namoyish maydoniga yana Xitoy demokratchilari, Hong Kong, Tibet, Ishki Mo'ng'ul va Tayvan faoliyatchilari o'z noroziligini ifodalashga to'plangan edi. Ularmi namoyish jarayonida Uyg'urlar haqida shior to'lash bilan birga Xitoy Kompartiyasi yo'qolsin, Xi Jinping taxtdan tushsin degandek talablarni ifodaladi.
Bu qitimqi namoyishni tashkillagan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir namoyish oraliqida radiomiz ziyoratini qabul qilib, bugungi faoliyat haqida qisqacha tushuncha berdi. Uning aytishicha, ular tushdan burun Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlar haqidagi qonun loyihalarining tezroq ovozga qo'yilishi va ma'qullanishi uchun bir qism palata a'zolarini nishon qilgan da'vatchilik faoliyatini o'ngishli tamomlagan. Ondan bu joyga kelib namoyishni boshlagan. Bugün siz bilgandek davlatimizning, bizning vatanimizning besilinganligining 75 yilligi. Gerçi Xitoylar buni bayram deb tabriklasa, biz uchun bu nihoyatda qorong'u bir kun. Matem kuni siz degandek. Bu kunni hergiz noroziligimizni bildirmay o'tkazishni xohlamadik. Tushdan keyin Xitoy elchixonasining oldiga kelib, qanchalik Uyg'ur bo'lsa, shunchalik mishada turib, biz to'xtab qolmaymiz, sen bizni qo'rqitamaysan, vatanda bo'layotgan shu zulmlarni biz butun dunyoga jakarlaymiz deb shuarimizni to'lab namoyishimizni qilib keldik. Hozir butun nimada vatanimizda genosidning qolmaganligini ta'kidladi. Amaliyotda bizningki yozuvchilarimiz, artistlarimiz, naqshchilarimiz, professorlarimiz, hesapta ziyolilarimiz hech birisini qo'yayotgani yo'q. Va mush chet eldagi Uyg'urlarning tuqqanlari bilan texchi aloqa qilmayotganligi rost. Shunga biz buni to'xtamay Amerika hukumatiga va butun dunyoga to'xtamay da'voyimizni, ko'rishimizni qilishimiz kerak. Agar biz to'xtab qolsak, ularni to'xtab qoldi. Shunga bu bisimni to'xtamay ayirib berishimiz kerak deb o'ylayman. Bugungi namoyishga ishtirok qilganlar ichida lager shohidlaridan Tursuna Ziyovuddin har doimgidek sabning oldidan o'rin olgan edi. U o'zining bu qitimqi namoyishdan o'ylaganlari haqida so'z bo'lganda, tashqi dunyoning xuddi ayni vaqtdagi Uyg'urlardek Xitoyning aldamchi tashviqotlariga ishonib qolmasligi lozimligini alohida ta'kidlaydi. Yana bir yoqdan bu maydondagi namoyishda u Xitoy hukumatining zulm va bostirishlarga duch kelgan Xitoy jamoatining bir qism vakillarini ko'rgan. Xitoy hukumati o'zining Xitoy fuqarolariga bu qadar jabr zulm solgan ekan, Xitoy hukumatini butunlay yot xalq deb qaraladigan Uyg'urlarga shafqat qiladi deb ishonish hamoqatlikdan boshqa narsa emas. Bugungi kun bizning Xitoyni bizni besib olgan kuni ham Xitoy Uyg'urlar uchun, biz uchun bek bir qorong'u bir kun. Ham bugungi kunda Xitoy hukumati o'zining bayramini bu davlat bayrami deb shunda xo'shal butun dunyoning hamma davlat bayrami deb chaqalab tabriklab vatan bir kunda bizning Uyg'urlarimiz qon to'kilib qirilyapti. Vatanimizda ash davlat bayramini o'tkazayotgan xo'shal vaqtda hozirmi turmalarda texcha zulm tatbiqoti qon to'kilyapti. Bu yerda Uyg'urlarni qirayotgan bir jinosayd qilayotgan bir davlat turib, xotirjam ular davlat bayramini tabriklab dunyoga xo'shalligini ko'rsatyapti. Vatanimizning ichida hozir yog'inchilik qilib turmalarda odamlarni o'ltirib turib, yana teshib, yana shunday xo'shal yashayotdi deb yog'inchilikni o'tkazayotgan bir kunda men bir lager shohidi bo'lish bilan Xitoyning zulmini ko'rgan bir inson ham bu yerda qarindoshlarimizni bilib turibdi. Shunga hammamiz kelib Xitoyning yog'inchiligini, bu davlat bayramini xo'shal tabriklaydigan bir davlat emas. Chunki unday qilish ham arz nimqagadek emas. Dunyoda yog'inchilikni o'ziga selish uchun, bu qirg'inchilikni to'xtatishni deyish uchun bunun qanchalik razil bir insonlarni deyish uchun bu yerga biz qarshiligimizni bildirib, vatanda qarindoshlarimiz uchun biz shularning erkinligi uchun namoyish qilamiz. Namoyish to'xtamay yig'ayotgan yomg'irga qaramasdan ana shu yo'sinda davom qilib, jarangliq shuar sadolari bilan oyoqlashdi. sentabr kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida Turkiy tilla sintaksisining Javharlari nomli kitobning tonishtirish murosimi o'tkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu murosim 11-asrda o'tgan Uyg'ur olimi Mahmud Qashqariyning Turkiy tilla divoni nomli asarining 950 yilligiga bag'ishlangan ekan.
Mazkur kitob 1000 yildan keyingi Mahmud Qashqarining izi nomida Mir nashriyati va Turan dunyosi Turkiya xalqlar madaniyat fondi tarafidan nashr qilingan. Tövəndə bunun təfsilatını ixtiyari muxbirimiz Oyğandan anlaysınlar. Bugünkü vaqtda Xitoy hakimiyeti Uyğur elida Uyğur xalqining tili va qadimiy madaniyatini cheklash, tarixi va madaniy yodgorliklarini yo'qotish, olimlar, shoir, yozuvchilarni atalmış tarbiyalash lagerlarida tutib turish va turmaga qamashga o'xshash ashadiy siyosat ilib berayotgan bir mezgilda muhojiratdagi Uyg'urlar, shu jumladan O'rta Osiyodagi Uyg'urlarmi o'z kimligini saqlashning har xil yo'llarini izlab harakat qilmoqda. Uyghur xalqining tarixida o'tgan buyuk olimlarning, shoir va yozuvchilarning emgaklarini qayta nashr qilib, targ'ib qilish ana shularning biri bo'lib hisoblanadi. Mana shunday bir munosabat bilan 30-sentyabrda Qozog'istonning Olmuti shahridagi do'stlik uyida bir faoliyat o'tkazildi. Olmuti shahri Bo'stonliq nahiyalik Uyg'ur etnomadaniyat markazi Turksoy, ya'ni Xalqaro turk madaniyati tashkiloti, Qozog'iston Uyg'urlarining Jumhuriyatlik ham Olmuti shaharlik etnomadaniyat markazlari Olmuti shaharlik 25 ittifoqini qo'llab-quvvatlashi bilan 1074-yili Mahmud Qashqari tarafidan yozilgan turkiy tillarning tunji ensiklopediyalik lug'ati Divanu lug'ati turk, ya'ni turkiy tillar divanining 950 yilqiga bag'ishlangan turkiy tillar sintaksisining javharlari nomli kitobning tonishtirish marosimini o'tkazdi. Mazkur marosimning maqsadi 11-asr turk xalqlarining tarixi, madaniyati, dini, etnografiyasi ham tili haqida bilim beradigan Mahmud Qashqari amgigining naqadar qimmatligini ham tarixiy ahamiyatini ko'rsatishdan iborat bo'lgan. Uningga olimlar, yozuvchilar, jamiyatlik birlashmalar ham ommaviy axborot vositalari vakillari, jamoat arboblari va boshqalar qatnashdi. Murosimga Olmuti shahri Bo'stonliq nahiyalik Uyg'ur etnomadaniyat markazining raisi, Turan dunyosi Turkiy xalqlar madaniyati fondining mudiri Karin Mahbirov raischilik qildi. Turkiy tillar sintaksisining javharlari nomli kitob rus tilida Olmuti shahridagi Mir nashriyati va Turan dunyosi Turkiy xalqlar madaniyati fondi tarafidan 1000 yildan keyin Mahmud Qashqari izi bilan mavzusidagi etnografiyalik ilmiy tadqiqot loyihasi doirasida yo'q ko'rgan. Karin Mahbirov murosimning asosiy maqsadini tushuntirib, kelgan mehmonlarga minnatdorligini bildirdi. U mazkur murosimning o'tishiga to'nilgan Uyg'ur tilshunos Sayfulla Abdullayevning tayyorlagan Turkiy tillar sintaksisining javharlari kitobining sabab bo'lganligini hamda Qozog'istonda Divan lug'ati turk amgigining yozilganligining 950 yilqiga bag'ishlangan bir qator faoliyatlarning o'tganligini ta'kidladi. Shundan keyin murosimning bir qator qatnashchilari kitobni tonishtirish murosimining lensini kesdi. Tonishtirish murosimida so'zga chiqqan tilshunos, adabiyotshunos olimlar, Ozarbayjon, Boshqurt, Uyg'ur, Qrim tatorlari, Turkman, Xoqos va Yoqut madaniyat markazlarining raislari Mahmud Qashqarining amgigiga yuqori baho berib, uning 11-asrdagi turkiy xalqlarining tarixi, madaniyati, dini, etnografiyasi ham tili haqida boy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ulug' madaniy meros ekanligini alohida ta'kidladi. Ular yana mazkur murosimni uyushtirgan Karin Mahbirovga ham kitobning avtori Sayfulla Abdullayevga rahmatini aytdi. Shu jumladan Mahmud Qashqari nomli sahna asari bilan Turkiyada mukofotga erishgan Qozog'iston yozuvchilar ittifoqining a'zosi, dramaturg Akram Ahmadovning Uyg'ur eliga qilgan sabri ham Mahmud Qashqari maqbarasini ziyorat qilganligi to'g'riliq so'zlagan nutqi ko'pchilikda qiziqish hosil qildi. Şehirlerde buldum. Şu vakıda Mahmud Qashqari'nin Qashqar'a bağında heykelini görüş için nasıl baktık görüştürdük. Baktık mağalla güvenle konuşmuştuk. Şu Mahmud Qashqari bir ilginç günde koyulurken İstanbul bağında ilginç heykelini koyulur. Altın heykelden keyin Belentay oldu. Çok güzel. Elbette Mahmud Qashqari'nin şu 98 yıl ömür sürgeni, şu 98 peygamberle yaşam çıkan. 98 peygamberden çıkan için onda bulak var. Aslında ilgin böyle bulak çıktı olur, nereden kaldı? Bulak diğer böyle yerlerden, yerlerden oluşuyor. Böyle bulak çıktı. Şu bulağın köşesinde bir dere. Ma'lum bo'lishicha, bu yil Qudus Xo'jamirov nomidagi Davlat akademiyalik Uyg'ur muzika teatri o'zining yangi mavsumini ana shu Akram Ahmadovning Mahmud Qashqari sahna asari bilan boshlagan.
Radioni ziyoratini qabul qilgan Al-Farabi nomidagi Qozoq Milliy universitetining sharqshunoslik fakulteti, turkshunoslik bo'limining boshlig'i, filologiya fanlarining doktori, professor Ravshan Avakova xonim mundaq dedi. Mahmud Qashqari туралы көп айтуға болады. Mahmud Qashqari осыдан 950 жыл бұрын, 1000 жыл бұрын деп айтуымызға болады. 1000 жыл бұрын бізге өзінің диванлығы Qashqari haqida ko'p eshitib bo'ladi. U mushundan 950 yil ilgari, hatto 1000 yil desakmi bo'ladi, o'zining Divanlug'atis turk nomli asrini qoldirib ketdi. 1000 yil o'tsimi u kitob o'zining qiymatini yo'qotmadi. Birinchidan, bugungi faoliyatning o'zi jamoat arboblarini, olimlarni, umuman turk madaniyatini suyadigan barliq ziyolilarni yig'di. Shuning o'zi bek muhim. Ikkinchidan, Mahmud Qashqari otimizni yana bir qatim esladik. Uchinchidan, bu Mahmud Qashqari amligining 950 yoki 1000 yillik emas, uning mangulik ekanligi yana bir qatim dalillandi. Dunyoda qancha ilmiy ishlar yozilsa-mu, Mahmud Qashqarini tadqiq qilish, dunyoga tonutish, Mahmud Qashqari orqali turk dunyosini, turk xalqini, uning madaniyatini, tarixini, tilini, etnografiyasini tonitish hozirgi zamonimiz uchun intayin muhimdir. Bugun biz ko'rnaklik olim Sayfulla Abdullayevning kitobini tonishtirish marosimini o'tkazyapmiz. Bu biz uchun cho'ng ulgu. Shuning uchun biz o'z emgaklarimizni ana shundoq ulug' otimiz, bovimiz, ismi butkul dunyoga mashhur bo'lgan Mahmud Qashqariga bag'ishlayapmiz. Qirg'izistonning Qosim Chinistonov nomidagi Issiqko'l davlat universitetining ilmiy kengashi tarafidan tasdiqlangan Turkiy tillar sintagsining javharlari amligining avtori, Renessans etno-madaniyat tadqiqot markazining mudiri professor Sayfulla Abdullayevdir. Uningda turk tillarining sintaksislik birikmalarining mohiyati tadqiq qilingan. Kitobda grammatikaning asosiy qismlaridan biri bo'lgan sintaksis turk xalqlarining butkul hayotiy tajribasini izhor qilishning quroli sifatida ko'rsatilgan. Sayfulla Abdullayev apandi mundaq dedi. Mishga mashu ishki voqea bir faoliyatning doirasida o'tkazildi. Chunki Mahmud Qashqari Divanlug'atis turkining asaridan burun yana bir asarni yozgan edi. Onun namı Kitab Cevahir Anna fi Lugati Türk deb o'zi atab sizin Divanlug'at Türk degan kitobda aytib o'tgan. Lekin ikkinchi kitap bizga yetmedi. Bugungi tonushtirilayotgan Turkiy tillar sintaksisining javhari degan kitap shu bo'shliqni to'ldirishga bag'ishlangan bo'lib, uning Turkiy tillar uchun ahamiyati nimalardan iborat degan savol bo'ladi. Mahmud Qashqari o'zining kitobini arab tilida so'zlagan kitobxonlar uchun yozgan. Mahmud Qashqari talantlik tilshunos sifatida yaxshi tushunganki, boshqa tilda so'zlashgan odamlar turkiy tillarni o'rganish uchun faqatla lug'atni emas, balki sintaksisni ham bilish kerak deb, shuning uchun u sintaksisda yozilgan kitobni burunroq yozgan edi. Shu bo'shliqni to'ldirish uchun men shu turkiy tillarning sintaksisi javharlari degan kitobni yozib chiqdim. Bu kitobning mohiyati turkiy tillarga taalluq bo'lgan sintaksis tuzumining sintaksiyalar sistemasini yechib, uni bir gavda qilib ko'rsatdim. Buning natijasida turkiy tillarni endi yo'qolmaydi degan bir xulosa kelib chiqdi. Do'stlik uyida o'tgan tonishtirish murosimiga yana Muxtar Avazov nomidagi Adabiyot va san'at institutining bosh ilmiy xodimi professor Olimjon Hamrayev, Abdulayxon nomidagi Qozoq xalqaro munosabatlar va dunyo tillari universitetining professori Valeriy Maxbirov, yana shu universitetning dotsenti Madinam Nasirova qatorliq Uyg'ur olimlarmi qatnashib, o'z fikrlarini o'tirg'a qo'ydi. Bu programmani Olmutadan O'yg'an tayyorladi. Birinci oktyabr günü Uyg'urlar dunyodagi ba'zi davlatlarning poytaxti va asosli cho'ng shaharlarida Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 75 yillik munosabati bilan Xitoyga qarshi namoyish va yig'ilish faoliyatlarini o'tkazgan edik. Turkiyaning Istanbul shahridami namoyish o'tkazildi. Ishg'oliyatchi Xitoy Sharqi Turkistondan chiqib ketgan shiorlar tovlangan namoyishda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi turishning bir insoniy vijdon masalasi ekanligi ta'kidlangan. Tövəndə bunun təfsilatını ixtiyari muxbirimiz Arslandan anlaşılar. 1949 yılı 1 oktyabr Xitay Kompartiyası dövlətinin quruluşu və onun şu yılı Uyğur diyarını işğal qılğanlığının 75. yılı münasibəti bilan İstanbuldakı Uyğurlar Xitayning İstanbuldakı konsulxanası oldiga jam bo'lib,
ishg'oliyatga qarshi norozilik namoyishi olib bordi. Hak, hukuk, adalet, Türkistan'a hürriyet. Bu namoyish xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlari birligi tarafidan uyushtirilgan bo'lib, namoyishga Sharqi Turkiston ulamolar birligi, Dunyo Uyg'ur qurultoyi vaqfisi, Xo'ja Ahmad Yasaviy ilm va irfon vaqfisi qatorliq ko'p sondagi ijtimoiy tashkilotlarning boshliqlari ham bir qism turk mas'ullar, Uyg'ur jamoati vakillari qatnashdi. Namoyishchilar qo'llarida ay yulduzliq Turkiya va Sharqiy Turkiston bayroqlarini ko'targan holda ishg'olchi Xitoy Sharqiy Turkistondan chiqib ket degandek shiorlar to'ladi. Namoyish jarayonida nutq so'zlangan bo'lib, xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligi qatorliq bir qancha tashkilotning rahbarlari so'z qilib, Xitoyning 1949-yili Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib olganligini ham zulm va irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotganligini tilga oldi. Namoyish jarayonida yana muxbirlar uchun axborot e'lon qilish yig'ini ochildi. Axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon Sharqi Turkiston 75 yildan buyon ishg'ol ostida temisidagi bayonotni o'qib o'tdi. U Uyg'ur elining Xitoy Kompartiyasi hokimiyati va qo'shinlari tarafidan 1949-yili ishg'ol qilinganligini bayon qilish bilan birga mundoq dedi. Bugün burada Çin'in bölgemizde yürüttüğü işgal, sömürgecilik ve baskı politikalarını bir kez daha kınamak. Xitoyning vatanimizda yurgizayotgan ishg'oliyat, sömürgüchilik va bostirish siyosatlarga qarshi yana bir qatim nafrat bildiramiz. Cheketlashayotgan irqiy qirg'inchilik, davomlashayotgan kishilik huquq tajovuzchiligiga la'nat bildirish, Sharqi Turkiston xalqining mustaqillikqa bo'lgan mustahkam irodasini ko'rsatish uchun bu mustaqillik ko'rishimiz yo'lida jonlarini pido qilgan shahidlarimizni aslash, hurmat bildirish va ishg'oliyatga bo'lgan qarshiligimizning kuchli ekanligini ifodalash uchun bu yerga jam bo'ldik. Sharqi Turkiston insoniyat tarixidan buyangi erkin va mustaqil zamin bo'lish sifati bilan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning o'z vatani bo'lib kelgan. Bu qadimiy jo'grafiyalik rayon necha ming yildan buyon Turk madaniyati va urf-odatlarining bushki bo'lib, Xitoylar azaldan bu rayonda madaniyat va siyosiy hukmronlik o'rnini tiklayolmagan. Sharq Turkiston Turkiy xalqlarining mustaqillik ruhini izchil saqlab kelgan muqaddas vatani sifatida mavjudlikni davomlashtirdi va bundan keyinmi davomlashtirdi. Doğu Türkistan, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu her daim muhafaza ettiği kutsal bir vatan olarak varlığını sürdürmüştür. Axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultoyi vaqfisi raisi Abdurashid Abdulhamid apandi Xitoy davlat bayrami deb e'lon qilgan bu kunning Uyg'urlar uchun motam kuni ekanligini ta'kidlab mundoq dedi. Bu tarih Uygur halkı için derin bir yaz ve unutulmaz bir acının simgesidir. 1949 yılı oktyabr Uyghur xalqi uchun cho'nqur bir motam va unutulg'usiz bir azob oqibatning simvolidir. Uyg'urlar necha yildan buyon davomlashayotgan madaniyat, din va til jihatdagi besimlardan sirt yana yaqindan buyon ochiq oshkora yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga duch kelmoqda. Hidoyatullo O'g'izxon so'zining oxirida dunyo jamoatini Uyg'urlarni qo'llashga chaqiriq qilib mundoq dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütleri ve tüm vicdan sahibi insanlar Çin'in bu baskıcı politikalarına karşı seslerini yükseltmeli ve harekete geçmelidir. Xitoyning Sharqi Turkistondagi ishg'oliyatiga xotima berish va hozir yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq dafsandichilikka qarshi turish faqat Sharqi Turkiston xalqining emas, balki
Bütün insoniyatning vijdoniy mas'uliyati. Dunyo jamoati bu irqiy qirg'inchilikqa sukut qilmasligi kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, kishilik huquq tashkilotlari va barliq vijdon egisi insonlar ovoz chiqarishi va harakatga o'tishi kerak. Abdurashid Abdulhamid apandi so'zida Uyg'urlarning milliy haq-huquqlarini qo'g'dash uchun bir hal chora mexanizmining qurilishi kerakligini ta'kidlab, mundoq dedi. Uyg'urların haklarını savunmak için acil çözüm mekanizmaları oluşturulmasını istemektedir. Uyg'ur xalqi erkinlik, adolat, insoniy izzat hurmat ko'rishida yolg'iz qolmasligini, xalqaro jamiyatning diqqatini bu masalaga jalb qilishni, kishilik huquq dafsandichilikka o'rtaq pozitsiya bildirib, jiddiy hal qilish mexanizmi o'rnatishni xohlaydi. Abdurashid Abdulhamid apandi so'zining oxirida xalqaro jamiyatni Uyg'urlarni qo'llashga va irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga chaqiriq qilib mundoq dedi. Özgürlük, demokrasi ve insan hakları konusunda bir değer olarak gören bütün insanları, devletleri, kuruluşları Doğu Türkistan'a sahip çıkmaya ve desteklemeye davet ediyoruz. Hükümetler, xalqarалық tashkilotlar, ijtimoiy jamiyatlar va kishilik huquq qo'g'duvchilari Uyg'ur xalqining nidosiga quloq solishi kerak. Xitoy doiralarining Uyg'urlarni iskanjaga elishi, majburiy emgakka solishi va irqiy qirg'inchilik qilishiga qarshi turishi kerak. Namoyish jarayonida yana turk jurnalist Xolis O'zdemir, jamoat arbobi Abdulqodir Yapchan qatorliqlar so'z qilib, Uyg'ur diyorining Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan ishg'ol qilinganligini aybladi va islom va turk dunyosi va butkul dunyo jamoatini Uyg'urlar uchrayotgan ishg'oliyat va irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakatga o'tishga chaqirdi. Türkiye'deki Uyghur teşkilatları 1. oktyabr günü Türkiye paytaxtı Ankara'da axbarat yığını çaqırıp, Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetlerini Xitayning ilib kelayotgan xavfini tushunib, uningga qarshi harakat ko'tarishga chaqirgan. Turkiyadagi ba'zi siyosiy partiyalarning vakillari Uyg'ur ommaviy tashkilotlari qatnashgan bu axborot yig'ini Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 75 yillik munosabati bilan o'tkazilgan. Tövəndə bulan təfsilatını ixtiyari muxbirimiz Erkin Tarım'dan anlaysınlar. Uyghur elinin Komünist Xitay hakimiyeti tarafından besib elinganlığının 75. yıllığını hatırlaş, Uyghur qırğınçılığına lanet okuş maqsadi bilan Uyghur Akademiyasi vaqfisi, Dünya Uyghur Qurultayı vaqfisi bilan Sharqiy Turkiston tadqiqot vaqfisi tarafından uyushtirilgan yig'inga İyi Partiyasining Türk dunyosiga mas'ul sobiq muavin raisi, parlament a'zosi Fahrettin Yokuş Efendi, Büyük Birlik Partiyasının sabık parlament a'zosi Profesör Doktor Orhan Qavuncu Efendi, bazı parlament a'zolarının baş məsləhətçiləri, Ankara'daki Uyghur ziyaliler, bazı ammavi teşkilat məsulları ve televiziya gezitlərinin muxbirləri iştirak qıldı. Yığın aldı bilen Türkiye'nin dövlət marşı bilen Şarkı Türkistan'ın istiqlal marşını okuş bilen başlandı. Keyin yığınның gün tərtibiga binaen yığınni uyushturgan Uyghur Akademiyasi vaqfisining baş katibi Abdulhamid Qaraxon Efendi axborot bayonotini o'qib o'tdi. U mundaq dedi. STK'ların yöneticilerin ve değerli katılımcılar. Bugün 1 Ekim Doğu Türkistan için, Tibet için, İç Moğolistan için, şimdi Hong Konglular için bir kara gün, yani matem günüdür. Bugüne dek 75 yıldır zulüm devam etmekte. Qimmatlik muxbirlar, parlament a'zolari, ommaviy tashkilot mas'ullari va qimmatlik yig'in ahli 1 oktyabr Sharqiy Turkistonliklar, Tibetliklar va ichki Mong'oliyaliklar uchun motam kunidir. Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilgan Sharqiy Turkiston Kommunist Xitoy tarafidan besib elingan 1949 yilidan tortib zulm davom qilmoqda.
Biz Sharqiy Turkistonliklar jumladan Uyg'urlar Xitoyning bu zulmiga xotima bermak, Xitoy xavfini to'xtatmak uchun qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Biz Xitoy ishg'olidan iborat bu qorong'u kunni xotirlash, Xitoyning qirg'inchilik siyosatiga la'nat o'qish, shundaqla har qaysi davlatlarni Xitoy xavfiga, Xitoyning kengaymichilik siyosatiga qarata tadbir elishga chaqirish maqsadida bu yerga jam bo'ldik. Abdulhamid Karaxan Efendi bayonotini mundaq davamlaştırdı. Özellikle 2017'den itibaren toplama kampları yapılan etnik soykırım sonucunda Çin Halk Cumhuriyeti yıllardır sürdürdüğü sistematik asimilasyon ve erterek yol etme politikasını hızlandırarak uygulamakta. 2017 yılı aşkarlanğan caza lagerleri ve ırkı kırgınçılık siyaseti Xitay Halk Cumhuriyeti'nin uzun yıllardan bu yan elip berivatkan asimilasyon ve yok kılış siyasetinin sistemlik alda tizletilgen şeklidir. Uyg'urlar Türkiye xalqlarının ortak miraslarını bugünküçe qoğdap kelgen idi. Lekin bugünkü günde Xitay, Türk ve İslam devletlerinin pervasızlığından paydalanıp Uyghur ve başka Türkiye xalqlarını bütünley yok qilishga tirishmoqda. Türkiye ve başka Türkiye Cumhuriyetleri Xitayning dunyoga, bo'libmi Türk devletleriga elib kelayotgan xavfini tushunib yetib, bu tahdidni to'xtatish uchun hareketga o'tish kerak. Büyük Birlik Partiyasının sobiq parlament a'zosi Profesör Doktor Orhan Qavunchi Efendi Xitoyning kengaymichilik siyosatiga qarata Türk devletlerini tedbir elishga chaqirdi. Stop China diye bir şey vardı gönderdikleri afişte. Bunu nasıl yapacağız? Önemli bir şey. 1997'de Kulca olaylarından sonra ve mecliste bir gündem dışı konuşma yapmış. Stop China, yani Xitoyni to'xtat, buni qanday qilamiz? Buning chorasini qilish nayta muhim. 1997 yılı Gulcu qirg'inchiligidan keyin men Türkiye parlamentida bir nutq so'zlagan edim. O vaqtda ba'zi kishilar meni Xitoyning ichki ishlariga aralashdi deb ayblagan edi. Aslida Sharqiy Turkiston masalasi Xitoyning ichki ishi emas. Chunki bu besib olingan zamin. Bugün bu insanlık dünyasının meselesi bo'lishi kerak. Xitoy bugün iqtisodiy kuchiga tayinib, O'rta Osiyo Türkiye Cumhuriyetleri bilan Türkiye'deki ta'sir kuchini kuchaytiryapti. Xitoyning kuchayishi uchun davlatimizda zamin tayyorlab beryapmiz. Xitoy xavfini to'xtatish uchun oldi bilan Sharqiy Turkiston masalasini Türk davlatlari tashkilotiga anglatishimiz, bu yerda Uyg'urlarga mas'ul ishxona turg'izishimiz kerak. Mustaqil Türk devletlerini Uyg'urlarga ega chiqishga, Xitoyning kengaymichilik siyosatiga qarata tadbir elishga chaqirishimiz kerak. Arkadan İyi Partiyasının sobiq parlament a'zosi Fahrettin Yokuş Efendi söz qilib mundaq dedi. Bugün Türkiye kendi dertleriyle, kendi gündemleriyle maalesef ne dış dünyayı görebiliyor ne özellikle Doğu Türkistan'ı hatırlayabiliyor. Bugün Türkiye özünün içki meseleleri tüpeyli taşqi meselelerini bo'libmi Sharqiy Turkiston meselesini ko'rolmayotdi. Xitoyning kengaymichilik siyosati ve xavfi kun sayin kuchayotgan bugungi kunda Türkiye ve başka Türkiye Cumhuriyetlerini yutuvelish niyati borligini hammamiz bilamiz. Xitoyning bu kengaymichilik siyosati uchun eng chong to'salg'i Sharqiy Turkistondir. Sharqiy Turkiston Türk dunyosining qal'asidir. Xitoy Sharqiy Turkistonni butunlay xitoylashtirib bo'lsa, navbat O'rta Osiyodagi Türkiye Cumhuriyetlariga keladi. Shunga Türk dunyosi Xitoy xavfini to'xtatish uchun tadbir elishi, bu haqda tirishchanlik ko'rsatishi kerak. Yig'inga Uyg'ur ziyolilarimi ishtirok. Yig'in oxirlashgandan keyin Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlamlık Bilimleri Fakültesining o'qituvchisi Doktor Nametcan Mehmet Efendi ziyoratimizni qabul qildi. Bu yig'inda Sharqiy Turkistonning ig'ir vaziyati to'g'risida ma'lumot berilgandan sirt so'zlaguvchilarning hammasi degudek Xitoyning kengaymichilik siyosatini to'xtatish kerakligini
ta'kidlaganligini bayon qildi. Hammalarniki o'rtaq muzokaralarning bir nuqtasi bor, u bo'lsa Xitoyniki ishg'ol va kengayishli siyosatning bag'ansiri ish berayotganligi, buningga eng chong ta'sir uchrayotgan bo'lsa, yalla Turkiya Cumhuriyeti ekanligini. Mush kengayishli siyosatniki Turkiya Cumhuriyatlari Afrika va ba'zan davlatlar imtihon gerdilik hadisini hozirmi bir vog'li bo'lganligini ta'kidladi. Agar Turkiya Cumhuriyatlari va dunyo buning qarshi turmasa, imtihon chong xatarlik ahvolga kelganligini ifoda qildi. Bu yig'inga Dünya Uyghur Qurultayining vaqtliq raisi Erkin Ekrem Efendi, Kelechek ve Saadet Partiyasının parlamentdagi gruppa mas'uli Selçuk Özdağ'ның baş maslahatchisi Ali Selçuk Efendi ve Türk Ocakları Teşkilatı'nın baş katibi Profesör Doktor Ayşe Filiz Avşar Hanım mı qatnashib so'z qildi. Bu programmani